Resva, boshqalar yotoq oshqidek bo'ldingmi? Adaş, tızrak uy qaysa holatdi. Behli bir yaram bo'lib ketib borma. Asqar uy qaytib qalsa, Eran talada aşını oynab jüse adaş. Sen mi işçandaki ba det azapını taşlayıp ken küşadı oynağına. Şundla özağını qutuldıra alaysa. Yo'llar to'silib ketibdi. Kechikib qolganman ha? Adaş, bu yerda erlar yo'q deb aytding-ku. Endi erlar paydo bo'lib qoldi-ku. Unda bo'lsa, men asta uy qaytay adaş. Toxtağına bir sahralıqdek işin barken, o bir mening tunuşum. Qoldi çoğun şirketi var, bek bay, özağını qoyitib otla. Adaş, lekin Bu ishlarni gap tugmayli qoldi-ku. Men sal kechikib qoldim ha. Adaş, men tazliq uyiga chiqib kerak. Əmsə bu qatımlıq soğudumuz oğuşluq oldu cima əmsə. Әмсе pulni men undaringizga aytib Bu fursatni olsang qo'l kelmadi. Mush ishlab sizga sizdan ayrim dars qo'yaman. Adaş, bundaq qilmasam yaxshi bo'ladi. Sen mi bilsa, hem tushunding. Men uy qaytqash turay. Hiç olmağında bir ıstakan çay olsun içip mağasa. Adaş, başqa kun birga o'tirib tomoq yeyishamiz. Men maqdanimsa, ma'qulimsa. Aqıl qaytiver. Adaş, Beshimda qiyib ketdi, adaş. birden oturup ağına. Bo'ldi, adaş, men qaytay. Bu haletde qaysam qında oldu men xatirjam bo'lamayman. Bo'ldi. Bu holatda bunda uy qaysangiz bo'lmaydi. Endi men sizni olib qo'yaman. Mana. Asqarjanma. Men shu. Hazır ayağınız bir yigit bilan qo'l tog'ishib yotoqqa mangdi. Nima? Nima deydigansiz? Hazır o'rnini men sizga uchur qilib yo'llab beraman. Uchurimni saqlang ha. Beshimda qiyib ketdi. Resva, boshqalar yotoq oshqidek bo'ldingmi? Tushundirishimni anglang, asli bugun. Nimni tushundirsan nimani? Bak qo'limdan qaytib ketishdan burun ko'zimda yo'qol. Xo'jib ketay, meni tushundirishimni anglang. Bo'ldi qil. Sen bilan ajrashgan. Xo'jib ketay, Asqar. Ballarimizni yetim qilmaydi. Ballarimiz yetim bo'lib, bo'yni qisilib qolmasin. Sen nadinosh annoto'ga kelib bo'lgan kundan boshlab, sen mening bolalarimni yetim qilib bo'lgan. Endi ko'zimda yo'qol. Ta yo'qning orliqida men sizning yaningizda izchil bo'lib keldim. Burun Zuhra, siz men bilan birga turib jafo chekyapsiz. Kunlarning birida jiq pul tepib qolib qolsam, sizni isl uylarda, isl mashinalarda o'tqazman. Butun shon shuhratlarning ustida bo'laman. Sizni eng ustidagi o'zimning qalbi qo'yman. Vay, siz Zuhra'mı? Ha, men shu Zuhra. Sizga desam, Asqarjon sizga faqat eg'iz ochamay qopdi. Şuna men deyishni to'g'ri topdim. Men tefi to'y qilmagan ikimiz bir-birimizni nihoyat yaxshi ko'rishimiz, uning ustiga hozir mas'ul bo'lmasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Meni to'g'ri tushungan bo'lsangiz. Bu zarba menga tuyuqsiz kelib qoldi singlim. Menda qilayli. Men bu ishni sizga to'g'ri bir taraf qilib beray, lekin men yo'ldoshimni sizga o'tnib berolmayman. Vay? Halbuki bugungi kun kelganda men sizning ba vaqtimi, yo'q vaqtimi, namarat vaqtingizdan bilib keldim. Uchinchi shaxs turmushimizga bo'sab kirgandan keyin turmushimizda xotirjamlik bo'lib baxmidi. U qizlar ikkinlarning yiqiliqini menga isbotlash uchun
Haftalab uyga sizni kirgizmadi. Yanchiqingizga har xil girim buyumlarni qo'yib qo'ydi. Men bularning hammasiga sukut qilib keldim. Nima uchunligini bilamsiz? Bolalarimiz uchun. O'zimni to'liq aqlamay, yo'qlar ko'zimdan. Seni men parish bilan tutib oldim. Bo'ladi. Men qaytib kelsam, yana yiningizga qaytib kela olmayman. Lekin bolalarimizning qorong'u dunyosi qayta yo'riqlikqa erishamaydi.